Bola sizni eshityapti, lekin reaksiya yo'q. Bu autizmmi? Bolaning nutqqa nisbatan javob bermasligi, ismiga reaksiyasi yo'qligi, diqqati tarqoqligi yoki atrofdagi narsalarga nisbatan qiziqishning pastligi har doim ham autizm yoki rast diagnozlarini tasdiqlash uchun asos bo'la olmaydi. Chunki bu holatga olib keluvchi bir nechta sabablar mavjud. Masalan, homiladorlik paytida o'tkazilgan og'ir toksikoz yoki tug'ruq paytidagi og'ir travmalar, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda telefon yoki sensorlardan ko'p foydalanish. Bundan tashqari, 1 yoki 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda ota-ona tomonidan rivojlantirishga yaxshi e'tibor bermaslik yoki boladagi giperaktivlik ham bunga sabab bo'lishi mumkin. 70% klinikamizga autizm yoki rast diagnozlari bilan tashrif buyurgan bolalarda 1 yoki 2 ta kurs lecheniyalardan so'ng o'zgarish bo'lgan va ko'p holatlarda boladan bu diagnozlar umuman olib tashlangan. Bola sog'lom bolalar qatoriga qo'shilgan. Bolaga bunday diagnozlar qo'yilgan holatlarda ota-onalardan farzandingiz bilan ishlashni to'xtatmaslikni va malakali mutaxassislardan yordam olishni maslahat beramiz. Chunki ba'zi bolalarda bunday holatlarda malakali mutaxassislar va shifokorlar bilan ishlanganda bola bu diagnozlardan mutlaq chiqib ketishi va sog'lom bolalar qatoriga qo'shilishi ham mumkin.